Hurmatli kuzatuvchilarimiz, mana ancha vaqt o'tishiga qaramasdan Hazora kanalida yana yangi ko'rsatuvlarni olishni boshladik. Bugun biz Toshkentdagi Islom sivilizatsiyasi markaziga yetib kelganmiz. Islom sivilizatsiyasi markazi 2026-yil 17-mart kuni Shavkat Mirziyoyev rahbarligida Ramazon hayiti arafasida ochildi. Subhanallohi maulana badi'ul kawni sawwana aliyul qadri na'buduhu satirul khalqi subhana hamidur rabbi nahmaduhu bisirril hamdulillah azimul jahi nushhiduhu bi anna al-kulla lillah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Imom Buxoriy nomidagi Toshkent Islom instituti O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi raisi muftiy Ziyovuddinxon Eshonboboxon o'g'li tashabbusi bilan 1971-yil Toshkentda tashkil etilgan. Hasti Imom masjidi va Hazrati Imom majmuasi. Hazrati Imom majmuasi Toshkent shahrining Olmazor tumanida joylashgan 16-20 asrlarga oid me'moriy yodgorlik bo'lib, majmua Mo'y Muborak madrasasi, Kaffol Shoshi maqbarasi, Baroqxon madrasasi, Hazrati Imom jome masjidi, Tilla shayx masjidi va Imom al-Buxoriy nomidagi Toshkent Islom institutidan iborat.